Assalomu alaykum, Islom Ustus kanalini kuzatib borayotgan hurmatli aka-ukalar. Mana bugun Xudo xolisa Furqat tumani Beshog'o mahalla fuqarolar yig'iniga olib kelib o'rnatdik bu darvozamizni. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Yaqin do'stlaringiz shunaqangi darvoza qurdiraman deb izlab yurgan bo'lsa, videolarimizni ulashib qo'yasizlar, hurmatli aka-ukalar. Darvozamizni ma'lumot qilib beradigan bo'lsak, eniga 3.10, bo'yiga 3.15, 1 kvadrat metri, hurmatli aka-ukalar. 850 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Voha tomonlarga kelishilgan holda tayyorlab beramiz, hurmatli aka-ukalar. Oddiy va skromniy darvoza izlab yurganlarga, hurmatli aka-ukalar, mana tavsiya qilamiz. Xudo xolisa juda ham chiroyli chiqdi. Materiallarga keladigan bo'lsak, stoykalarimiz 8x8 ikkilik stenka bo'ldi. Profillarimiz 6x4, 1.5 stenka, listlarimiz toza 1.3lik reflonka listli darvoza bo'ldi, hurmatli aka-ukalar. Bu darvozamizning har xil varianti bor. Kvadrat metri 750 ming so'mligi ham bor. 800 ming so'm, 850 ming so'mliklari ham bor. Mashina o'tadigan qismlari shiviller qo'yib berganmiz. Zamoklari toza zubur zamokdan. Kraskalarimiz xudo xolisa xizmat qiladigandan Hammer, Turetskiy, Rich kraskalarimizdan bo'ladi, hurmatli aka-ukalar. Eng tepa qismi 8x4 profil bo'ldi. Tepalarini setka qilib ochib berdik mana. Holatni ko'rib turibsizlar, juda ham ideal holatda chiqdi. Обязательно gruntовkalar urib, kraskalarimizni chotka qilib urib, laklarni tayyorlab berganmiz. Xudo xolisa 6-7 sloy kraska urilgan. Kraskalarimizga bexijolat, xudo xolisa. Yonginasida quyoshda rangi o'zgarmaydi. O'rtalari sentr zamok har doimgidek. Tepa havo o'tadigan qismlari ham juda ham chiroyli chiqdi. Orqa qismi ham silliq va skromniy bo'lgan. Darvozamizni mana ochilishiga nima deysizlar? Ko'ryapsizlar, xudo xolisa toshni uruvga o'rnashdi darvozamiz. Qayerga olib qo'yadigan bo'lsa, mana shu joyda turadi. Sababi toshni o'rnashtirsak, xuddi shunday turadi mana. Ozgina shamol to'g'ridan kelar ekan u yoqdan. Yopilyapti mana. Ko'ryapsizlar, shabadan o'zi yopyapti. Bu atveska bo'ladigan bo'lsa, agar atveska qiyshiq bo'ladigan bo'lsa, siraz yugurib yuboradi darvozani o'zi. Xudo xolisa chotka chiqdi. Eshigimiz o'rtadan ochiladi, 75 sm. Mana yopilishiga bitta baho berib qo'yasizlar. Ko'rasizlar, bo'ldi, bittada yopildi. Mana orqa qismi, choklari hamma yo'q, e'tibor berasizlar. Chotka chiqdi. Zamogimizda alohida orqadan qo'lplab qo'yadigan ham bor. Kraskamizga, darvozamizga, listlarimizga bitta baho berib qo'yasizlar. Endi bu darvozamizning narxi 8 million 100 ming so'mga olib kelib o'rnatdik, hurmatli aka-ukalar. Juda ham chiroyli chiqdi. Egalariga nasib qilsa, mana yangi imoratlar qurgan ekan. Imoratlariga juda ham chiroyli o'rnashdi. Aka-ukalar, bemalol murojaat qilaverasizlar. 15 kun, 20 kun davomida joylaringni o'lchab, o'zimiz olib borib, ustanovka qilib, hamma yo'g'ini o'zimiz tayyor qilib beramiz. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, yana bitta like bosib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videomizda, darvozamizda kamchilik bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozdirib qo'yinglar. Kommentariyada javob beramiz. Sog' bo'linglar.